Qimmatga tushgan liposaksiya, blogerni kimlar operatsiya qildi? Kokosh haqidagi so'nggi ma'lumotlar e'lon qilindi. Azizlar, videorolikni oxirigacha tomosha qiling. Instagramda Kokosh taxallusi bilan tanilgan 33 yoshli bloger ayol Toshkentdagi Med konsultant klinikasida o'tkazilgan operatsiyadan so'ng og'ir ahvolga tushib qoldi. Kun.uz vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida bemor va uning yaqinlari bilan bog'landi. Instagramda Kokosh taxallusi bilan tanilgan 33 yoshli bloger Komila Abduqodirova Toshkentdagi Med konsultant klinikasida o'tkazilgan operatsiya oqibatida og'ir ahvolga tushib qolgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu liposaksiya va abdominoplastika operatsiyasi jarayonida pediatr, stomatolog va tajribasiz talaba ishtirok etgani aytildi. Bir oydan buyon davom etib kelayotgan 3 marotaba qaytadan jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan vaziyatda bemorga kasallik tarixi ochilmagani iddao qilinmoqda. Kun.uz vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida bemor va uning yaqinlari bilan bog'landi. Men ham bilmay qoldim. Chiqayotgan ma'lumotlar mana shu 25 kun davomida bo'lgan holatlar. Men bu jarayonni gematoma deb o'ylaganman. Menga shunday aytishgan. Tanish shifokorlar buning nekroz, tirik organizmdagi hujayralarning nobud bo'lishi ekanligini aytishdi. Shundan keyin bo'lgan janjallar infeksiya tushmasligi uchun apparatni qo'shish uchun edi. Afsuski bu apparat ham 4 soatdan beri ishlamayapti, deydi Komila Abduqodirova. Komilaning qarindoshi Nihola Rajabovaga ko'ra, bemorning bundan keyingi reabilitatsiya uchun klinika yordam berishni istamayapti. Operatsiya jarayonida 2-kurs talabasi, hech qanday hujjat yo'q, ordinator Doston ham ishtirok etgan. Operatsiya 8 soat davom etgan. Shifokorning qon bosimi oshib, operatsiyaga qatnasha olmasdan stomatolog shifokorni taklif qilgan ekan. Uning hech bir hujjati va bu klinika bilan shartnomasi bo'lmagan. Ya'ni bu klinikada ishlamaydigan shifokor va shogirdlari talabalar operatsiya qilgan bo'lib chiqdi. Hattoki jag'ini operatsiya qilishayotganda jarohat yetkazib, qiyshaytirib qo'yishgan. Hozir gapirganda qiynalayapti. Malakasi, tajribasi yo'q shifokorlar singlimizni og'ir ahvolga keltirib qo'ygan. Komilaning reklamalari ortida klinikaga kelgan qiz 20 million pul to'lab operatsiya qildirgan, ammo shifokorlar unga bu operatsiyani YouTube kanalidan ko'rib, birinchi marta qildirayotganini aytishgan. Singlimning oyoqqa turib ketishi uchun ancha muddat kerak ekan. Klinika esa yordam berishni xohlamayapti. Bu yerda sanitariya qoidalariga umuman rioya qilinmas ekan. Afsuski, shifokorlar og'ir holatdagi bemorlarning oldida qo'lida sigaret bilan kirib o'tishardi, deydi u. Med konsultant xususiy klinikasi bu amaliyotni bepul o'tkazganini, yuzaga kelgan holat esa bemorning operatsiyadan keyingi tavsiyalarga rioya qilmaganligi oqibatida kelib chiqqanini ma'lum qilgan. Klinikadan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Chunki u yerda sog'liqni saqlash tizimi mas'ullari va prokuratura organlari tekshiruvi ketayotgan ekan. Shu sabab ichkariga kirishga hech kimga ruxsat berishmadi. Aytish kerakki, so'nggi vaqtda O'zbekistonda abdominoplastika operatsiyasi ommalashmoqda. 2020-2023 yillar oralig'ida plastik xirurgiya sohasidagi bunday operatsiyalar soni O'zbekistonda 30-40% ga oshgan. Ayrim tibbiy klinikalar faoliyatini o'rganib chiqilganda haftasiga 3-4 marotaba shunday amaliyotlar o'tkazilayotgani ma'lum bo'lgan.